Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Xudo xolasa bugun biz Urganch shahrindamiz. Bu yerda bir dona darvoza, bir dona eshik ko'rib berdik. Bularni sizlar bilan tanishtirib o'tamiz. Tureyskiy dizaynda, modeli Bagheera bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, eshigimizning eni 180, bo'yni 3.10 bo'ladi. Qalinligi esa 12 sm chiqqan. Zamoklari Kali original zamoklar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, zamokning o'zi $120 turadi. Ochilishlarini ko'rishingiz mumkin. Asıl beklenişini ham ko'rishingiz mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar. 3.10 eshikning balandligi asıl beklentirishini qarang. Ahamiyat bering. Zazollarning bir xil. Как положение olib chiqqan. Eshigimizning orqa oldi bir xil bo'ladi. Bana nechik bo'lsa, bana ham 100 ham shuningdek. Hali kilonkalarni so'ymayapmiz, hali ustalar yurtdi. Bon tarafda esa darvozalarni qurib beryapmiz. Darvozasi esa 3.60 ga 3.10 bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, kraskalarni Sentapol kraskalaridan foydalanganmiz. Darvozasi ham shu qalinligi 12 sm ga chiqqan. Buni ham hozir ochib ko'rsatamiz. Darvozamiz ham qalinligi 12 sm chiqqan. Hurmatli kuzatuvchilar, pavuqlarni qo'yganmiz. Orqa tarafidan dugalari bo'ladi. Darvozaning orqa oldi shuningdek bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, bularni dizaynerskiy proyekt bo'lgani uchun dizaynni xalqchina qilib ishlab berdik. Xudo xolasa zakazlaringiz bo'lsa, bemalol telefon qilib, pastdagi nomerlarga bog'lanaversizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.